Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Hammanglarga chiroyli umr, oilaviy totuvlik, baxt, saodat, yurtimizga osudalik, tinchligini tilab, yangi dasturimni boshlayman. Demak, biz mavzuni ketma-ketligiga ulagan holatda bugun ba'zi bir mulohazalarni sizlar bilan o'rtoqlashish orqali yanayam vaziyatga, bo'layotgan ishlarga terarroq qarash, terarroq nigoh yuritishlikka yetib kelamiz, xudo xohlasa. Aslida farosati butun odamlar hammasini ko'rib, payqab, hammasini yaxshi ilg'ab turibdi, hamma holatda. Faqat ba'zi bir anglashilmovchiliklar yoki toyilishlar yoki chalkashtirish yoki chalkashishlar bo'lyapti. Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor. Avvalo, YouTube'da kanal ochish va buni tirikchilik manbaiga aylantirish. Masal oldim, prямой efirlarni translyatsiya deydimi, o'tkazib chiqdim. Hech e'tibor qilib, diqqat bilan kuzatmagan edim. Bu yerda hamma narsa bor ekan, har balo bor ekan YouTube'da. Juda ham men bunaqa yangi texnikalarni, ya'ni foydalanish va bunaqa qurilmalarni, telefonlarni, Androidlarni va ijtimoiy tarmoqda qanaqa qilib daromadga kirish va hokazolarni juda emas, 1% bilsam kerak. Shuning uchun ham menga ko'p narsalar yengillikdek tuyulaveradi. Diqqat qilib o'rganmaganman, bosh qotirmaganman. Va osonroq yo'li ko'rinib qoldi, go'yoki. Osonroq yo'li ko'rinib qoldi. Osonroq yo'li shu ediki, Abror Muxtor Ali janoblarini tek qilib yoki ularning ismlari, rasmlaridan foydalangan holatda ularni suhbatlarini tahlil qilish va tahlilni bir o'ziga yarasha o'zimizni uslubimizga ko'ra janr tanlab, o'sha janrda, ya'ni mutoyiba shaklida deydimi, ya'ni ularning obro'lariga tajovuz qilmagan holatda bir o'zimizga xos bitta uslubni tanladik va o'sha uslubda bu kanalni monetizatsiyaga yetkazish, obunachilar soni va soatlar soni, bu haqida bosh qotirdik. Bunga e'tirozan janobi Vechniy haq zoti muborak gadoy dedilar bizni. Endi ularni nimalari, tashbihlari yoki ularni o'xshatishlari yoki ularni tamsillari, misollari, gadoyga o'xshatishlari, yetim yoki haromiga chiqarishlari, bu endi jahl ustida bo'lganini tushunaman men. Bu hammaga ma'lum. Endi undan boshqa pashshadan fil yasamaslik kerak. Lekin aslida pashsha ham emas. Ulkan narsa. Birovni sha'niga nisbatan bunaqa tajovuzkorona xarakterni ko'rsatish, bunaqa qo'pol so'zlar bilan haqorat qilish, bu juda ham og'ir jinoyat bu. Lekin o'zimiz ham qo'ymadik haqiqatda. Chiroyli so'zlar bilan, filologik jumlalar bilan, chiroyli nimalar bilan, jumlalar yoki atamalar bilan ozgina g'ashlariga tekkanga o'xshadik. Tabiiyki, nimadir javob chiqish kerak edi ulardan. Bilardik, yaxshi javob chiqmasligini. Va bu birinchi masala. Monetizatsiya, pulga, ya'ni pul uchun bu kanalni ochishlikdagi haqqoniy e'tirof bu. Va bu masalani bir yoq tarafi. Va yana bir yoq tarafi bor. Ikkinchi tarafi demayman. Bir yoq tarafi va yana bir yoq tarafi bor. Ikkinchi deb hisoblamayman. Bu ham ikkalovi ham bu nima? Avvalgi o'rinda. Ya'ni ikkinchi taraf nima edi?
ikkinchi taraf zoti munavvarlarini zoti munavvarlardan uzoq yillar mobaynida biza kuzatuvimiz mobaynida juda ham ko'p ma'lumotlarni o'zlashtirdik. Juda ham ko'p ziyon va hikmat borasida aldanish, ba'zi bir toifalarga aldanish, o'zi aslida ularni boshqaruvchi o'sha toifalarni orqasida turgan yashirin kuchlar. Bularni haqiqatda isbotladilar. Men nima degan edim degan kitoblari o'rinlik edi. O'sha kitoblar, o'sha men nima degan edim degan kitoblari da juda ham ko'p narsalar o'zini isbotini topgan. Juda ham ko'p narsalar o'zini isbotini topgan. Bu e'tirof. Bu sarkazm emas, bu e'tirof. Haqiqatda uncha odamni aqli, farosati yetmaydigan narsani ko'rib ilg'iydigan darajada tajribali va mashaqqatli yo'llarni bosib o'tgan zoti munavvar. Qaysi ma'noda? Mana Suriya yoki shunga o'xshagan IShID yoki shunga o'xshagan jamoalarni oddiy odam, siz va menga o'xshagan oddiy odam payqamasligi mumkin edi. Ya'ni yomon deb bilganida, terror jamoa deb bilgan taqdirda ularni da'volari va da'volarini ortida kimlar bundan manfaatdorligini vaqtni o'tishligi davomida bu isbotini topdi. Bu hammasi o'zi ko'pchiligiga ma'lum. Buni isbotini men nima degan edim kitoblarida zoti munavvarlari uzoq yillik mehnat va mashaqqatlari mobaynida isbotladilar. Super, qoyil qolish kerak. Siz, men yoki anu yoki bir yaqinlarimiz aldanib bir katta ehtimol bilan tuzoqqa tushishimiz tabiiy bo'lishi mumkin edi. Bir o'zlari ochiq maydonda bu narsani isbotini yaqqol avvalgi yillardan boshlab, ya'ni tabiiy ravishda ko'z o'ngimizda isbotini topishidan necha yillar oldindan boshlab isbotini qo'yib da'vo qilib iddao qilib keldilar va isboti 100% to'g'ri keldi. Haqiqatda o'sha paytlarda aldanib man yoki boshqasi havoga berilib, jaholatga berilib aldanib qolishligimiz mumkin edi. Bu e'tirof. Bu e'tirof. Haqiqatda buni bahosini, ya'ni bu mehnatlarini bahosini to'lash omon qolgan johillar uchun o'ta katta burch hisoblanadi. Tushuntira olyapmanmi fikrimni? Bu meni fikrim. Kim qanaqa qarashi haqida gapirmayapmiz hozir. Men o'zim fikrimni aytyapman. Bizga o'xshagan johillarni bugungi kunda omon qolib, ofiyatda yurishimiz, hayot yurishimiz va bugungi kungacha yetib kelib, yana bu yog'iga yashab ketishimiz va to'g'ri yashash imkoniyatimizni qo'lga kiritishimizni asosiy vositasi, ya'ni sababchisi bo'lib qoldilar. Bu albatta hammasi Alloh taoloning inoyati bilan bo'lgan. Alloh taolo kimlarnidir sabab qiladi. Zoti munavvarlar sabab bo'ldilar. Haq ma'noda sabab bo'ldilar. Haq ma'noda. Endi buni to'lovi qanday bo'ladi jaholat aqli uchun? Men sizga o'xshagan johillar uchun bunaqa joylarga borib yoki bunaqa
jaholat bilan noto'g'ri qadamlarni bosib qo'yishdan biza o'zimizni ya'ni saqlanib qolishimizga sabab bo'lgan zotga janobi Abror Muxtor Ali hafizahullohga to'lovimiz qanday bo'ladi? Tashakkurimiz, minnatdorchiligimiz qanday bo'ladi? Ular haq talab qilgan zot emas. Bizdan haq talab qilmadilar. Bir so'm ber, 2 so'm ber demagan u odam. O'ta qiyin sharoitlarda ham, o'ta qiyin mashaqqatli yo'qchilik yoki to'qchilik paytda ham o'zlarining pozitsiyalaridan chekinmaganlar. Bu e'tirof. Kimlardir hayratda emas, ya'ni kimlardir emas, ko'pchilik o'sha hayratda bu bola nima deyapti? Haq ma'noda insof bilan qarash kerak. Bir insonni qaysidir biza aybini yoki kamchiligini ko'rib qolsak, yoki shunaqa kamchilik ayb deb hisoblasak, o'sha kamchilik bilan uni badnom qilib yubormasligimiz kerak. Uni mehnatlarini va ko'plab ularga nisbatan dushmanlikni, adovatni qalbida tugib olgan insonlarga nisbatan ham ko'plab foydalari, manfaatlari teganini ko'plab johillar bilmaydi. Buni e'tirof qilish kerak. E'tirof qilish kerak. U kishini ahli ilm emas deb hisoblash qaysi ma'noda bo'ladi? U kishini ahli ilm emas deb hisoblash, u birinchidan u zot ahli ilm emasman deydilar. Ikkinchidan men domla emasman deydilar. Chunki bir tarafdan ahli ilm o'zini ahli ilmman demaydi hech qachon. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi haqiqatda ahli ilm emas deylu. Siz men hisoblagandek ahli ilm emas deb aytinglu. Shunaqa da'vo qilaylik. Shunaqa hisoblaylik. Lekin u zot bizdan ko'ra ahli ilm. Biz u kishini o'zlashtirgan bilimlari, tajribalarini o'rganib chiqib, fahm farosatimiz bilan uni mag'zini chaqqunimizcha, endi bundan buyog'iga harakat qilsak ham yetib bora olmasak kerak. Bu e'tirof. E'tirof oxirida nimadirkim bu bo'ladi, vassalam. Oxirida ham gaplar bor. Men shariatdan yoki islomdan, islom shariatidan yoki boshqa bir diniy mavzulardan emas, umuman insof, vijdon, odamiylik yuzasidan har bir narsaga yondoshishlikni bu chiqishlarimda gapiraman. O'zi diniy mavzularda gapirishga haqli bo'lgan odamlar bor. Bizda faqat siz bilan menga o'xshagan johillar, johil musulmonlar, johil deganda ilmi yo'q, ilmsiz musulmonlar o'zini gapiradigan gapini bilib, o'zini urvinida gapirish kerak. O'sha urvinda odamgarchilik yuzasidan bitta musulmon shaxsiyat sifatida gapirishimiz mumkin xolos. Bir dalillab, o'chakishib, olishib yoki tushuntirib qo'yib, yoki katta ketib, balandparvoz o'zini ko'rsatishdan ne naf. Samimiy, oddiy ma'noda qarashlarni o'rtoqlashish, albatta uni dalillar bilan yoki qanaqadir matnlar bilan keltirish uchun ya'ni bu bizni vakolatimizdagi yoki biz haqli bo'lgan nima emas. Unvon emas yoki o'rin emas yoki mavqe emas. Biz o'zimizda bo'lib gapiraverganimiz yaxshi. Endi nimaga zoti munavvarlarini ba'zi bir qarashlariga, ba'zi bir pastukka deydimi, rus tilida nima deydi, o'zbek tilida nima deydi? Ba'zi bir yo'l qo'ygan, bizni xato deb hisoblayotgan, johilligimizni e'tirof qilib turib xato deb hisoblayotgan. Qarang, ham johilligimizni e'tirof qilamiz, ilmsizligimizni va o'zimizdan ilmli, ancha-muncha ilmli bo'lgan odamni qayerdadir xato qilganini biz payqaganmishmiz. Bu g'alati ko'rinishi mumkin, tabiiy hol.
Endi lekin hali ham o'sha iddaomizda qattiq turibmiz. Bizga g'alati ko'ringan narsalar nima bo'lishi mumkin? Bizga g'alati ko'rinayotgan narsalar ba'zi bir gapga to'g'ri kelmasligi, misol uchun shunga o'xshagan. Furqat tumanidagi bo'lgan voqea masalasida ham Jahongirmish Otabek Jo'rayev bilan bo'lgan suhbat, Furqat tumanidagi ayol, o'qituvchi ayol bilan bo'lgan suhbatdagi qanaqadir bizni so'roq ostiga tushib, so'roqqa tiqib qo'ygan, ya'ni savollarga ko'mib tashlagan suhbat, ba'zi bir kichkina suhbatlar. Biza aynan o'sha masalada janobimiz Abror Muxtor Ali hafizahullohni nimalaridan norozi bo'ldik. O'zlarini tutishlari, gaplari yoki bir shaxsga bir narsani nisbat beraverishlari, hali ish ko'rilmasdan turib, ish hali tamomga yetmasdan turib, oldindan men nima degan edim degan kitoblariga buni ham tiqishga urinishlari biz johillarni g'ashimizga tegdi. Johil shu deydi. G'ashlanib beraveradi. Johil shu, g'ashlanib beraveradi. Lekin shu johillari ancha yildan beri ijtimoiy tarmoqda chiqib, ko'plab informatsiya, ma'lumotlarni, ya'ni diniy, dunyoviy masalalarda ko'plab ma'lumotlarni o'rgatib, ulashib, xalqqa, bizaga ilinib kelayotgan zot o'zlari va ko'plab ulamolar. Va Alloh taolo bizani tabiatimizni sof inson qilib yaratib qo'ygan. Fahm farosatimiz joyida, jinni emasmiz. Shu jinni bo'lmaganimiz uchun ham fikr bildira olamiz. Fikrimizni o'rni bor, qat'ladadir. Va ba'zi bir fikrlarimizga nisbatan biz dayusga yoki haromiga yoki nasl nasabimizdagi nopoklik yoki boshqa narsalarga tushib qolishimiz yoki biz deganda fikrimiz qaysi masalada bir xil, o'shalar biz hisoblanamiz. Masalan, Gulira'no Qosimovani oldindan fohishaga chiqarib yuborish va chiqarib qo'yib, men chiqarmadim, seni himoya qildim deyish yoki Jahongir Jahongir To'laganovni ham kerak bo'lsa, ularni ham kamsitish yoki Xurshid, yana kim, bloger, familiyalarini bilmayman, o'shalarni ham testosteronlari haqida oldindan bashorat berish, ya'ni hali tekshirilmasdan turib, masalan, undagi testosteron -0 chiqadi, jenskiy gormonmi nima 38 chiqadi. Yoki shunga o'xshagan. Ularni ham men nima degan kitobga kiritish kerakmi endi? E'tirozimiz shu yerda. Jahongirmish Otabek Jo'rayev bilan telefonda bo'lgan suhbatlarida ham nima, janobimiz Abror Muxtor Alini telefonda bo'lgan suhbatlarida ham e'tibor bersanglar, tortishuv nimada bo'ldi? Men sizni nomingizni aytdimmi, sizni dayus dedimmi deyaptilar. Aynan nomini aytish shart emas, lekin bu bilan men seni aytmadim, o'shani ko'tarayotganlarni dedim, o'sha masalani yoki shunga o'xshagan, shu ma'noni beruvchi gaplar, shunga yaqin ma'noni beruvchi. Gap o'yinlari bo'layotgani sezildi-da. Sezildi emas, aniq bo'ldi, ravshan bo'ldi, faqat tan olinmadi. Shundan keyin zoti muboraklariga ba'zi bir chiqishlar bo'ldi. Men ham chiqdim, yana kamdan kam odamlar chiqdi. Ko'plab odamlar mana kommentariyada e'tirozini bildiryapti. Ba'zi bir insonlar hali ham zoti munavvarlarini yoqlab, nima qilsalar ham oqlab kelyapti. Endi go'yoki biz ularga muxolif bo'lib qoldik. Muxolif fikr, ularga
xilof fikrlayotgan odamlar go'yoki isyonchimizda, go'yoki biz endi isyon qildikda, zoti munavvarlariga, bir ahli ilmga nisbatan isyon qildik. Shunaqa tasavvur uyg'ondi ularni qo'llab quvvatlayotgan tarafda va ularda. Endi bizning qarashimiz shunaqa. Balki boshqacharoqdir, balki undan ham battardir va ularni g'azabiga duchor bo'ldik va nasl nasabimiz bizani dayus yoki dayus emasligimiz va hokazo. Ular uchun halol bo'lib qoldi. Qanaqadir baho berish bizaga. Ularga o'ziga halol deb sanaldi. Va biz deganda o'sha muxolif fikr yuritayotgan insonlar qandoq qilib din yoki payg'ambar yoki ahli ilmlar xalqi ichida bunaqa kim duch kelgan yoki o'zi tanlagan bir insonlarni nasl nasabidan so'kib yoki haqorat qilib ularni genofoni yoki testosteroni haqida yoki hezalak yoki hezalak emasligi kelish olmadi bitta masalada bo'ldi. U endi hezalakka chiqib qolishi yoki LGBTga chiqib qolishi va hokazo. Onasi bilan har xil ishlar qilgan yoki onasi qatdandir orttirgan degan din bizaga shuni o'rgatadi. Shuncha e'tirof qilamiz, e'tirofimiz samimiy ma'noda e'tirof qilamiz. Bu haddidan oshish deyiladi. Xato qilaman. Men o'zim erkin e'tiqod degan guruhlarida eshitganman. Xatoni hamma qilishi mumkin. Ko'p aytadilar bu gap. O'sha yerda ham aytganlar-da, men o'sha yerda guruhda eshitib turganman. Necha yuztadir odam o'tiribdi, tinglab, xatoni hamma qilishi mumkin. Agar kimdir meni xatoyimni aytmasa, u xoin bo'ladi menga deganlar. Xoin. Menga xiyonat qilgan bo'ladi degani-da bu. Avvalo siz bilan hamtovo emas. O'ttiga hamma, lekin o'sha yoningizda yurganlarga aytayotgan bo'lsangiz, hamtovo deganda billa ovqatlana deganlar. Billa yurgan hamrohlar desa ham bo'ladi. O'shalarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz yoki biz ham sizga hamrohmiz. Mana ijtimoiy tarmoqda chiqasiz, ko'rinish berasiz va ba'zi bir mavzularda o'zingizning qarashlaringizni, bilimlaringizni ulashasiz va biz sizdan manfaat olamiz, bilimlar olamiz. Biz ham hamrohmiz o'zimizga yarasha. Lekin xatoyingizni palov joyda banda xato qildingiz deb aytganda u odam bilan anaqa bo'lib ketishingiz, g'azab otiga minib naqib ketishingiz, ko'pchilik shuni e'tirof qilayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik shuni ya'ni tasdiqlayapti. E'tirof emas, tasdiqlayapti. Haqiqatda zoti munavvarlari shunaqa qilyaptilar degan tushunchada odamlar. Endi siz madaniy suhbat deysiz, madaniy kelib, oldin kelib yuzma-yuz ko'rishib yoki shunga o'xshagan gaplaringiz bor-ku. Kelib suhbat qilsa, madaniy suhbat qilsa, madaniy gaplashamiz biz. Abror Muxtor Ali madaniy suhbat qurishi boplaydi degan ma'noda Abror Muxtor Ali ziyoli odam deysiz. Endi ba'zi bir mamlaqa gaplaringizga oxirgi yilda to'g'ri kelmay qolishida odamlar siz bilan foydasi yo'q degandek o'ylayapti-da. Endi nima gapimga to'g'ri kelmayapti desangiz, endi uni keltirishni ham taomadingiz, biz qayta keltirib o'tirmaymiz. Lekin saqizligiga tushunchamiz shunaqa bo'lib qoldi. Menda bir fikr bor-da, ko'pchilikda bor bu fikr. Endi men bu narsaga ko'proq diqqat qilaman. Yo atrofimdagilar bilan ham yoki boshqalar bilan ham yoki o'zim men boshqalarga nisbatan bitta narsani saqlashimiz kerak bir-birimizga nisbatan deb o'ylayman. Nima bu? Bir-birimizni xato qilishimizga zamin qilib qo'ymasligimiz kerak. Hammamiz xatokormiz, hammamiz qiziqqonmiz, hammamiz hissiyotga berilamiz, hammamizning jaholatimiz bor. Hammada bo'lishi mumkin. Ilmli odam muruvvatli bo'lishi kerak. Johil odamga nisbatan suhbatda muruvvat qilsa, ana u johil odam keyingi jaholatni qilmaydi.
johilligini sezib qolib, uni battar, johilsan deb battar mot qilib qo'yib, uni sharbanda qilib, battar uni jaholatini o'zini bekitaman deb, battar jaholatga kirib ketishiga yo'l ochib berish kerak emas. U muruvvat emas. U muruvvat emas. Shunaqa. Keyin nimada kommentariyalarda endi siz mani videomni ko'rasizmi, ko'rmaysizmi? Bilmayman, endi aytib qo'yapman-da. Kommentariyalarda har xil gaplar bo'lyapti. Misol uchun bu mavzuda, anu mavzuda gapiring yoki u qiling, bu qiling degan nimalar ham bo'lyapti menga. Men hech qanaqa bir ilm egasi bo'lmasam, qaysi mavzuda ko'tarib, qaysi mavzuda gapirishim kerak. Boya bitta oka yozibdilar, erkak kishi bo'lsa kerak, biz ismlarini bilmadim. Nima Telegram guruhlarda ateistlar bilan bahslar ko'p bo'ladi va bu ateizmni targ'iboti, go'yoki ateizmga qarshi bahs orqali ateizmni targ'iboti bo'lib qolyapti. Hikmatsizlik shu yerda bo'lyapti. Ateistlarni ko'payishi uchun bu zamin bo'lib qolyapti, bu maydon, ya'ni Telegramdagi guruhlar. Yoki ateistlardan boshqa yana bir toifalarni, har xil adashgan toifalarni ko'payishiga va fikri aynab og'ib ketishiga ham sabab bo'layotgan narsa shu Telegramdagi har xil guruhlar degan gapni gapiribdilar-da. Men bunisini qo'shimcha qildim. U yerda ular ateist aytganlar faqat. Именно sizni guruhlaringizni aytishgan. Men bu fikrga ham qo'shilaman. Bu fikrni lekin inkor qiladigan yana bitta fikr bor-da menda. Bu guruhlar bo'lmasa, boshqa joyda ular o'zi to'plab ola oladi. Bu guruhlarda filtrlab, ularni esini joyiga keltirib turadigan bir maydon. Zo'r maydon. E'tirof qilish kerak. Lekin o'tda o'tirgan odamlar mezbon hisoblanadi. Mezbon. U ateist kiradimi o'tga, bir adashgan bir oqimlarga kirib qolgan har xillar kiradimi, mezbon hisoblanadi. Adminlari bo'ladi, nechtalar. Suhbat qurish madaniyati go'yoki sizdan andaza olingan. Kutib o'tiradi, haris bo'lib o'tiradi. Bitta ateist kelsa deb boplab qo'ysaydi. Yo'q, boplash u chin odamgarchilik emas, musulmonchilikni qo'yaylik. Odam unaqa bo'lmaydi. Boplash niyatida o'tirmaydi. Kirsa-yu bir nasihat qilib, u bilan yaxshi munosabatda, yaxshi muloqotda chiroyli tizimlashtirib, uni mana shu yo'l bo'ladi. Uni fikridan qaytarishi, birinchi dastlabki eng hikmatli yo'li shu bo'ladi. Men aqlliman, men zo'rman deb o'tni isbotlash kerak emas. U kim zo'rligini isbotlaydigan maydon emas, ring emas u. Keyin kamiga aqliga, nasl nasabiga, bir narsalariga o'tib ketish o'sha bahs maydonlaringlarda-da. Uni haqorat qilish. Haqorat bu ojizlik. Men o'zim ham qo'qqisdan jahlim chiqqanda boshqa qilganda haqorat qilib, baqir-chaqir qilib qoladigan joylari bo'ladi-da. Bu ojizlik bu. Haqorat. Lekin odatda o'zimni ko'pincha e'tibor beraman, birinchi bo'lib haqorat qilmayman. Sizni shu guruhlaringizda ham ko'plab menga nisbatan har xil nasl nasabdan har xil til uzatib qolishlar bo'lganda menga. Birinchi bo'lib emas, keyingi bo'lib bo'lsa ham baribir men ham alamimdan chiqib olgan joylarim bo'lgan, ko'p bo'lgan. Lekin bu yaxshi emas. Odamni quyushqondan chiqarish emas. Odamni to'g'ri yo'lga solish uchun uni quyushqondan chiqarib solinmaydi. U quyushqondan chiqaradigan u ring. Ringda quyushqondan chiqarib, uni do'pposlab maza qiladigan joy u ring. Gap bilan qichuv qilib, uni to'g'risi mazasini qochirib, keyin xohlagan gapni gapirib, u yo'l emas u. U berib qo'yilgan imkoniyatni
ya'ni mana Telegramda shunaqa suhbatlar qurish imkoniyatlarini suiiste'mol qilish. Qancha odamni noto'g'ri fikrdan qaytarishi o'rniga battar o'zini noto'g'ri iddaolari, fikrlarida qattiq mustahkam turib olishiga olib boradigan bir janjalli maydon. bizni sizga qarshi ba'zi bir nimalaringizga, xatti-harakatlaringiz yoki gaplaringizga qarshi fikr yuritayotgan odamlarni biz deganda o'shalarni nazarda tutamiz. Qarshiligimiz ozgina odamgarchilik kerak, ozgina deb o'ylab qo'yamiz. Ilm hammada bo'lishi mumkin. Javonda ham turadi. Mana chiqasiz-ku efirlaringiz, orqangizda bir qancha kitoblar turadi. U turaveradi. Uni ishlatishni bilish kerak. Misol uchun osh damlayotganda boshqa qilganda hammasini maromida qilib, uni faqat to'g'ri qila oladi. Siz bilan menga qo'yib bersa, oshga suv solmasa, go'shtni barbekyu qilib qo'yishimiz mumkin-da, masalan. Masalan-da, endi bu ham bitta gap endi. O'shanga bilaman, kommentariyalar bo'ladi. Battar undan ham battarroq so'kishlarga o'tishligida taxmin qilaman. Va sizni ham bu gaplar bilan siz bilan bir qanaqadir til yog'lamalik bilan yoki boshqa siz aytgandek bir munosabatlarni tizimlashtirish, boshqa yoki shunga o'xshagan yana bitta lo'ttvozlik degan fikrlarga kelishingiz mumkin. Unaqa emas. Samimiy ma'noda aytaman. Shu yurtda farzandlarimiz, shu yurtda vatandoshmiz. Shu yurtda bittamiz boyroq, bittamiz faqirroq, qashshoqroq, va bittamiz aqlliroq, bittamiz ilmliroq, ilmsizroq va hokazo. Lekin vatandoshmiz. Alloh taoloning yerdagi aziz bir mukarram inson bandasimiz. Bir-birimizga sakrashimiz bilan emas, munosabatda to'g'ri tizimlashtirishimiz kerak. To'g'ri tizimlashtirish kerak. Men qiziqqon bolaman, men o'zim. Nohaqlik bo'lsa, yalan otilaman. Shunaqa rasvo jahon qilib tashlaymanki, oxiri o'zim aybdor bo'laman. Hayotda ko'p kuzataman-da, bu xarakteri menga ko'p pand beradi. Kamdan kam holatda tilimni tiyib ketaman. Lekin odamni bunaqa ehtirosga, emotsiyaga beriladigan odamlarni, ayniqsa bunaqa odamlarni ko'proq asrash kerak. Ularga qichuv qilish kerak emas. To'g'ri gaplashish kerak. Iloji boricha odamiga qarab, nimani to'nni o'zgartirish kerak. Endi shuncha yillik tajribali, ilmli zotga o'rgatyapsanmi deb o'zimga o'zim ham savol beraman-da. O'rgatyapman. Kim qanaqa tushunsa tushunsin, o'rgatyapman. Keyin yana bir narsani e'tirof qilish kerak. Odam noqulay vaziyatga tushib qolganda albatta vaqt qidiradi, chiqish yo'lini qidiradi. O'shanda g'irrom qilib qo'yishi mumkin. Uni albatta o'sha g'irromi uchun butun qilgan mehnatlarini ko'z yumg'irish kerak emas. E'tirof qilgan holatda shu yerda xato qilyapsiz, shu xatoga o'xshayapti yoki shunga o'xshagan nimani samimiy ma'noda do'stona bildirish kerak. Lekin shunaqa bildirganingizda u sizga otilib qilib men haqman, nima bo'lsa ham men haqman deb turaversa, men nima degan edim deb turaversa, keyin siz ham battar ohangingiz, munosabatingiz o'zgaradi-da. Kelgan vaziyatga mana shu joygacha kelindi. Gulirona Qosimova yoki boshqa masalalarda, ham ko'plab masalalarda oldindan bashorat berishlari go'yoki bu xalqqa tinchlik bo'lishini ko'ra olmayotgan insonlarga xizmatkor qilib, ularni baholash, dayusga chiqarib qo'yish va hokazolardan o'zi to'xtash kerak-da. Hamma taraf to'xtash kerak, bir-biriga gap otish, to'xtatish kerak-da. Kutish kerak bo'ldi. O'zi boshida qilinish kerak bo'lgan narsa kutish edi.
men sizni himoya qilyapman deb turib, o'sha videoni polni sekinlashtirib, vishilkada osilib turgan ani kiyimlarni ham qanaqa kiyimligigacha ko'rsatib berish, o'sha videolaringiz tarqalib ketishidan men tarqalib ketmasin deyapman, o'zi tarqatib o'tirgan odam baribir hayron qoladi-da. Bizlar siz bilan hamma masalada kelishamiz. Ba'zi bir mana shunaqa odamgarchilik, fe'l, xarakter masalalarida kelisha olmay qolamiz xolos. Zoti munavvarlar. Shu, hozircha shu. Bu do'stona chiqish bo'ldi. Qanaqa qabul qilasiz va qanaqa javob qaytarasiz? Balki e'tibor ham bermassiz, yana nasl nasabga o'tarsiz, ensingizni qotirib qo'yarsiz. Masalan-da, ahamiyati yo'q. U sizning gapingiz bo'ladi, bo'ldi. Lekin siz hurmat bildirib, to'g'ri ma'noda chiqish qilib qo'ysangiz, bu sizni o'zingiz odamiyligingiz, bizni odamiyligingizni hisoblab qo'yamiz, bo'ldi. Lekin dakansa, biz fikrimizda turamiz. Bashorat berish hech kimning otasiga emas. Hech kimga emas, hech kimning otasiga ham emas. Bashorat berish oldindan. Haqorat qilish hech kimga emas, hech kimning otasiga ham emas. Vallomatiga ham emas. Hammaning huquqi ta'minlab qo'yilgan. Haqorat qildimi, siz yoki men bir-birimizga otildikmi, bizdan aybimiz. U madaniyatda yoki bir qanaqadir qadriyatda emas bu narsalar. Madaniyatda yo qadriyatda emas. Etika, estetikada yo filologiyada emas bu. Bu jaholatdan bu. Jaholatdan bu. Siz meni so'kdingiz, men sizni so'kdim, bu jaholat. Bu qadriyat emas. Zotim munavvarlari zo'r gapirib tashladim, lekin boshimga bir dunyo balo kelmasa bo'ldi ish qilib. Qarang, sizdan qo'rqishyapti odamlar. Bunga gapirsang qamalib ketasan. Qamalib ketmang faqat. Sog' bo'ling, okay?